Men o'ylaymanki, bu koshonamiz ko'p otaxonlarimizni, onaxonlarimizni o'tib ketgan, urushda qatnashganlari ham o'tib ketganlari bor shular. Ular ham ruhlari shod bo'lishini xohlayman. Koshonamiz bundan keyin ham shu hoji otalarga, hoji onalar kelib maslahat beradi. Ayniqsa otalarimiz ko'p oilaviy ajrimlar, janjallar masalasi, kelishtiruvlar masalasi shu joyda hal bo'ladi. Men shuning uchun ham buni mana bugundan boshlab bundan keyin ham aytdiki, bu haqiqatan ma'naviyat nuroniylar maslahatxonasi, yoshlarimizni shu yerda yig'ilib o'tirib dam oladigan joy. Shuning uchun biz hokimiyatga minnatli rahmat deymiz. Albatta e'tiborsiz qolayotgani yo'q. Qolganlarga hammalarga sihat salomatlik. Bugun mana xotira va qadrlash kuni deb bizni O'zbekistonimizda bekorga aytilmagan, ham xotirlaymiz o'tganlarni, ham qadrlaymiz. Qolgan, yashab turgan, urushda qatnashgan va urushni ko'rgan insonlarni va qolgan nuroniy otaxon, onaxonlarimizni hurmat, izzat qilib, har birini hurmat qilamiz, har birini mana shunaqa eslab turamiz.